Bu video murojaatim Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Berdiqulovichga. Men Gulboyev Shuhrat Murodovich 1976-yil Surxondaryo viloyati Termiz shahar Namna mahallasi Shifokor ko'chasi 7-uyda tug'ilganman. Millatim o'zbek, fuqaroligim O'zbekiston fuqarosi. 3 nafar farzandim bor. Hurmatli Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Berdiqulovich, shu qabulingizga qabul qilishingizni iltimos qilib so'rayman. Men bu murojaat yuzasidan masalan mahalla fuqarolari va hamda mahalla xodimlari ustidan men shaxsiy fikrimni sizga bayon qilmoqchiman. Mana shu videoni ko'rsangiz meni qabul qilishingizni sizdan iltimos qilib so'rayman. Ulug'bek Berdiqulovich, mahalla fuqarolar yig'ini raisi hamda mahalla fuqarolar yig'ini yoshlar yetakchisi, ijtimoiy himoya, mana shularning ustidan men shaxsiy sizga fikrim bor. Shaxsiy fikrimni men sizga ma'lum qilaman, hurmatli Ulug'bek Berdiqulovich.